Davlat ekologiya ekspertizasi markazi pavilyoni asosiy konsepsiya va g'oyalari quyidagilardan iborat. Ekologiya ekspertizada belgilanadigan har bir talab bo'yicha pavilyon 4 ta zonaga ajratildi. Suv tozalash, biologik xilma-xillikni muhofaza qilish, atmosfera havosini tozalash hamda chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha g'oyalar ilgari surildi. Har bir g'oyada alohida xalqaro hamkorlarni jalb qilgan holda eng yaxshi maqbul texnologiyalarni namoyish etildi. Atmosfera havosiga chiqariladigan tashramalarni ushlab qolish bo'yicha turli xildagi filtrlar, ifloslantiruvchi moddalarni onlayn monitoring tizimlari, suv tozalash uskunalari, bundan tashqari chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari namoyish etildi. Har bitta detalda alohida ekologik toza mahsulotlardan foydalanildi. Pavilyonni yaratishda nazarda tutilgan asosiy maqsad har bir sanoat korxonasini barqaror rivojlanishga yetaklash, bunda eng maqbul texnologiyalar hamda zamonaviy vositalardan foydalanish hisoblanadi. Bugungi kunda xalqaro hamkorlarimiz tomonidan sanoat korxonalari, mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan birga muzokaralar olib borildi. 30 dan ortiq shartnomalar imzolandi. Mazkur shartnomalarda yangi o'sha zamonaviy filtrlar, suv tozalash inshootlari hamda monitoring stansiyalarini xarid qilish hamda o'zimizning mahalliy korxonalarga o'rnatish nazarda tutildi.